Mavzu juda ham to'g'ri aytyapsiz. Istalgan jamoani boshiga shunaqa kun tushib qolishi mumkin, paqqat istalgan paytda va o'sha vaziyatda jamoani olib tushib ketadigan narsa bu akademiya. Shu o'rinda misol uchun hozir misol uchun mana Neftchi o'tgan yil chempion bo'ldi-yu. Shunaqa holat borki, Neftchida o'sha viloyat hokimi Xayrulla Bozorov juda ham bir to'g'ri ish qilyapti. Qaysi ma'nodaki, o'zi juda ham bir futbolga mehri bo'lakcha bo'lgan hokim bo'lgani uchun faqatgina Neftchida asosiy jamoasiga pul tikib chempion qilaylik bo'ldi demayapti-da. Misol uchun Neftchi ba'zani stadionni zo'r qilib qo'ydi. Hokim Farg'ona viloyatiga hokim bo'lib kelgan zahoti birinchi bo'lib Xayrulla Bozorov stadion qaytadan rekonstruksiya qilib bergan. Ya'ni men hokim bo'lgan paytimda Farg'onaga shu stadion mendan esdalik bo'lib qoladi. Ya'ni qachondir hokimlikdan ketadigan bo'lsa esdalik bo'lib qoladi deb zo'r qilib rekonstruksiya qildi. Akademiya harakati ba'zi yangilandi. Ya'ni sharoitlarni ham yaxshi qilib qo'ydi. Ya'ni o'tgan yil chempion bo'lgandan keyin aytdi Xayrulla Bozorov, biz vodiy futbol markazi bo'ladi O'zbekistonda dedi va shunchaki bu gapni og'izda qolib ketmadi. Ya'ni hokim shunchaki ura uchun og'izda aytib qo'ymadi, amalda ham shuni harakatiga tushishni boshladi. Ya'ni o'sha Farg'onada futbol akademiyalari, maktablari ochilishi, akademiyalarga joy qurilishi, akademiya binosi va hokazo va ayni paytda Neftchi to'g'ri yo'lda ketyapti deb ayta olaman.